bizni naydi men necha qitimliq gapimni dedim. Xitoy bizni naydi yaxshi tushunadi. Naydi yaxshi tahlil qilqilik. Naydi yaxshi bizni analiz qilqilik. Bizni nereden qo'l silish, qanday qilishni naydi tadqiq qilib qo'l siliqlik. Bugungi Turkiyadagi siyosiy atmosfera va yoki har xil shakldagi ishlar bizning mandaq chambarlashib hozir safokoga qisilib qolganimizning o'zi Xitoyning istixbarotining nayt erkin yoki nayt atrofliq nayt bizni yaxshi tadqiq qilib bijiqqanning mas'uliyati desak bo'ldi. Natijasi desak bo'ldi. Shuna qarindoshlar, shunga buning oq ko'rinishidagi o'ylayotgan uyan Xitoyning nereden ne kelgini, qandaq shaklda bizni qistab ekagini, bugungi Türkiye hükümetinin mayli o'zining davlat manfaatini chiqish qilsin yoki bizni Uyg'urning bir kallasini silkib qo'yish olsun. Har ikkili tarafga bir dars berish nuqtasidan bu jasuslarni yig'ishtirib bugungi kun tartibga kirishi sizlar bizni o'ylantiradigan, sizlar bizning siyosiy sezgurligimizni o'stirishda texmi diqqat qiladigan mayli tashkilot bo'layli, mayli aktivist bo'layli, mayli normal bir Uyg'ur bo'layli. Normal yo men Xitoy bilan hech qanday aloqam yo'q, men Xitoyga bir qarshilik qilmadim degan manda soddaliqni ilib tashlayli. Chunki Xitoy bütün Uyg'urni yo'q qilish, parchalab yo'q qilish, bo'lib yo'q qilish, ojizlashtirib yo'q qilish qatorliq yo'q qilish bosqichida Xitoyning istixboroti bugungi kuzatishimizda hammamizning paydinpay ilib kelyapti. Shuning uchun her birleriga yana bir tavsiyam, nayt hushyor bo'layli, nayt aqlli bo'layli. Shu vaqtda hozir biz Indudarni ishlatmang, Xitoyning TikTok'ini ishlatmang, Xitoyning ba'zi bir app'larini ishlatmang deb anlatammidik ba'zi bir odamlarimizga. Bu mu bizning siyosiy sezgurligimizning nayt tuvelligining dalil isbotining